Mana Shirintoy bolajonlar multfilmni tomosha qildik. Davomini esa yangi haftadan dushanbadan boshlab bemalol tomosha qilishingiz mumkin. Qadrli yurtdoshlar, biz esa ilk mehmonimizni allaqachon studiyamizga taklif etdik. Bir nechta startap loyihalar muallifi, tadbirkor, rejissyor, klipmeyker, mehr saxovat ko'krak nishoni sohibi Shohrux Iskandarov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Iskandarov Shohrux. Xush kelibsiz. Yana biror bir aytilmagan qirangiz qolib ketgan bo'lsa, o'zingiz bemalol. Klipmeyker, rejissyor, aktyor, hammasi ular. Juda ham qolish mumkin, chunki ijtimoiy tarmoqlarni kuzatganimda meni lol qoldirdilar. Keling, avvalo salomlashib olsak, undan so'ng sizga savollarimiz juda ham ko'p. Avvalambor barchaga assalomu alaykum. Qadrli bizni Oynajahon orqali kuzatib turgan aziz do'stlarimiz, sizlar bilan ko'rishganimiz bag'oyat xursandmiz. Ertadan kayfiyatlar zo'r bo'lsin, xudo xolasa. Maroqli suhbat bo'ladi deb umidamiz. Shu tilaklar o'ziga ham hamroh bo'lsin deymiz. Kuningiz xayrli o'tsin. Xo'sh, birinchi savolni keling. Siz tadbirkorlikdan faoliyatni boshlaganmisiz yoki klipmeykerlikdanmi? Endi birinchi navbatda biz tadbirkorlikdan boshlaganmiz. Ya'ni har bitta sohaga endi media sohasi bu ko'proq finans talab qiladigan soha. Ya'ni moddiy taraflama, o'zida ba'zi texnikalaringiz bo'lishi kerak, boshqa bo'lishi kerak. Endi tadbirkorlikda ham bo'ladi, endi unda uzilib turmaydi. Misol uchun bizda klipmeykerlik qiladigan sohamizda bo'ladigan bo'lsa, bizda mavsumiy ish. Boshqa o'xshagan to'yga yaqin hamma san'atkorlar klip oldirish xohlab qoladi. Misol uchun o'shanga birinchi tadbirkorlikni boshlab, keyin sekin shu ijodga o'zimizga sharoit qo'ygandan keyin shu oila tashvishini bir chetga surib, uydagilar pul demasin, ijodni bemalol boshlaylik. Tadbirkorlik qaysi tur bilan boshlagansiz? Bizda o'quv markaz. O'quv markazi. Yoshlari shu ijodiy faoliyatlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida o'quv markazi qilganmiz. Hozirda nechta o'quv markazi filiali bor? 17 ta filialimiz bo'ldi hozirda. Asosan viloyatlarda, tuman shaharlarda endi ko'p yoshlarimiz bor, Toshkent shahriga kelib o'qiy olmaydi. Ularni qo'llab-quvvatlash uchun biz chekka hududlarda ochganmiz. Shu ota-onasi ham ko'ngli xotirjam bo'lsin, yoshlarimizni qulaylik yaratilgan. Necha yoshsiz Shohrux? Yoshim aytayapman. Sir bo'la qolsin. Sir bo'la qolsin. Filialimiz bor deyaptilar, to'g'risi hayratlandim. Qizlardan zo'risiz uyilashardi. Ya endi ijodiy jamoamizda shunaqangi holat bo'ladi. Bizdan katta insonlar ham bor. Shu yoshimni yashirishga harakat qilaman. Misol uchun ularga buyruq berish menga noqulayroq. O'zimizni qo'l ostimizdagi xodimlar uchun. To'g'ri. Yana bir savol. 2019-yil Germaniya tadbirkorlari tomonidan biznes trening o'tkazilgan ekan va unda siz ham qatnashgansiz. Albatta, jamg'arma kassalari tomonidan o'tkazilgan. Shu haqda ham gapirib o'tsangiz. Respublika yoshlar tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash markazi Toshkent viloyati bo'linmasi hamkorligida Germaniya jamg'arma kassalari bilan birgalikda seminar trening bo'lib o'tgan. Endi unga bexosdan kirib qolganman. Xo'sh. Ya'ni bizda bor-ku, qatnashsam, qiziqarsam shunaqa bo'ldi. Endi men kollej paytida startap loyiha qilardim. Endi bizda misol uchun adam elektromexanikani juda ham yaxshi o'rganadi. Elektrotexnikalarni inkubatorlar yasardik biz uydan jo'jalar olishib chiqadigan. Shunaqangi loyihalar qildik. Kollej paytida startap loyihalarini yutganman. Misol uchun tuman hokimligida yutuqlar yutganman, boshqa bir qator yutuqlar bo'lgan. Kirib yoqqa o'zim loyihalarimni aytdim. Ularga menimcha yoqqandir, ular o'zini o'quv amaliyotiga taklif qilishdi. Respublikada yoshlar tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash markazining respublika filialida o'qidik va Allohga shukr, respublika bo'yicha eng yosh biznes trener maqomiga ega bo'lganmiz. Juda ham yaxshi. Yaxshi yutuqlar albatta va mana shu tadbirkorlikni o'zingiz shaxsan boshlaganingizga necha yil bo'ldi? Tadbirkorligimni boshlaganimga 5 yil bo'lyapti. Rejissyorliknicha 3 yil. 3 yil bo'ldi. Asosan faqat kliplar bilan yoki telenovela, seriallar ham bo'ldi. Endi seriallarda misol uchun o'zim bosh rejissyor emas, misol uchun ikkinchi rejissyor bo'lib, asosan faoliyat olgan. Sababi endi baribir inson o'zini yelkasiga tushadigan og'irlikni his qila olishi kerak. Misol uchun katta dorga osil degan bizda maqol bor-ku, men buni juda ham to'g'ri deb bilmayman. Sababi misol uchun bironta katta dorga osilib qo'yib, unda yiqilib tushgandan ko'ra, o'zingiz qo'lingizdan keladigan qilgan yaxshi. To'g'ri. O'zingiz yetganiga. Yuqorida Hayoxon e'lon qildilar, ya'ni saxovat ko'krak nishoniga sazovor bo'lgansiz. Adashmasam 2020-yil may oyida. Covid. Keling shu haqida gaplashsak. Nimalar sabab bo'lgan? Karantin ijodiy ishingiz uchun berilgan. Yo'q, bu ijodiy ish uchun emas, bu tadbirkorlik uchun emas. Men o'z yoshligimda ana mahallada hashar bo'ladi-ku, masalan, siz ham mahallangizda hashar bo'lgan. Shunaqangi hasharlarga yoki men bu beminnat xizmat ko'rsatadigan narsaga yoqtiradimi o'zim? Ko'ngillilar deymiz. Ko'ngillar safida, volontyorlar. Shunaqangi bo'ldi, Covid-19 pandemiya O'zbekistonga kirib keldi va jamoat tuzildi. Ya'ni ko'ngillilar jamoasi. Ular misol uchun biz davlatdan hech qanaqa manfaat kutmaymiz, pul yoki boshqa narsa ta'minlov. Shular jamoasiga qo'shildim. Boshida jamoamizda 25 ta yoshlar bo'lgan. Endi baribir hammaga yoqqan. Bizlarning jamoadagilarga ham yo'qdi.
menimcha shu Covid boshlangandan keyin 3 marta Covid bo'ldimi, har bitta kelgan to'lqinni qabul qilib oldik. O'shanda ham shu yerda qolganmiz. Lekin shu yerda men o'zim jamoat tuzganman. Ya'ni Covid paytida ko'p insonlar oilaviy sharoiti yaxshi bo'lmadi yoki boshqa bo'lmadi. Aynan o'shalarga moddiy o'sha oziq-ovqat yetkazib berish, misol uchun kiyim-kechak yetkazib berish, chaqaloqlarga kasha kerak bo'ldi. O'zimiz, ya'ni o'zimga o'xshagan tadbirkor do'stlarim, jigarlarim bilan birgalikda yig'ilib, pul tashab, o'shanaqa insonga yordam berganmiz. Endi bu albatta mutasaddi xodimlar nazardan chetda qolmagan holda shu prezidentimiz tomonidan ta'sis etilgan Mehr Saodat ko'krak nishoniga sohibi bo'ldik. Xursandmiz. Ana. Albatta. Shu yoshda shunday ko'krak nishoni egaladi. Abror, mana ular klipmeyker, mana Shohruh. Hozir biz bu haqda ham batafsil to'xtalamiz. Keling, mana shu o'rinda anonsni bir bora tomosha qilsak, ularni ham ovozini qabul qilamiz. Bizda G'olib Tarona sahifasi bor va 3 ta nomzod tanlanadi. Muxlislarimiz, studiyamizga kelgan mehmonlar o'z nomzodini, ya'ni o'zlariga yoqqan qo'shiqqa ovoz berishadi. Siz ham bevosita ovoz berishingiz mumkin, ya'ni to'g'ridan to'g'ri o'z ovozingizni qoldirib, biron bir qo'shiqqa shu qo'shiq menga yoqdi deb izoh qoldirishingiz mumkin va bizda 3 ta qo'shiq bor, tanlashingiz kerak bo'ladi. Faqat bittasini hozir ko'rsakda, keyin sizni fikringizni tinglasak. Marhamat. Ajoyib qo'shiqlarni tingladik. Xo'sh, Shohruhbek, qaysi qo'shiq sizga ko'proq yoqdi? Sardor Toirov Baxtingni top. Bittada. Bor. Ketaverdik. O'ylansiz, bittada javob berdilar. Yoki meni fikrimni tingladilarmi? Yo'q, o'zlariga ma'qul keldi. O'zlariga ma'qul Keling, endi keldi. mana shu klipmeykerlik sohasi bilan ham, faoliyatingiz bilan ham tanishsak, o'zi bu hobbingizmi, qiziqish qachondan paydo bo'ldi va bugungi kunda nechta kliplarni suratga olishga ulgurdingiz? Hozirgi Albatta, kungacha kliplarni sanamaganman. Xudoga shukr, misol uchun haftasiga 2-3 ta klip qilamiz. Endi asosan yosh ijodkorlarni ham qo'llab-quvvatlaymiz. Prodyuserlik markazi bo'lgandan keyin, misol uchun prodyuser vazifasi nima? Ko'plar prodyuser deganda noto'g'ri tushunchaga ega bo'ladi. Ya'ni bitta ijodkorni qo'llab-quvvatlash, uni kimgadir tanitirish, boshqa qilish. Men bu sohaga kirib kelishimga o'zim kastingga borganman. Klipga tushish uchun borsam, mendan pul talab qilishgan. Ya'ni ma'lum bir summa berasa, endi bu haqiqatan balkim to'g'ri narsa. Men o'zim to'g'ri narsa deb bilaman. Misol uchun sizga nimadir o'rgatish uchun o'quv markaziga borsangiz ham pul berishingiz kerak. Buni to'g'ri qabul qilish kerak-da. Menda sharoit bo'lmagan. Bunga men hech kim ayblamayman. Misol uchun rejissyorlar yoki boshqa narsa, ular menga dars bergan. Keyin shunaqa bo'ldi. Mayli dedimda, kastingda tursam, kasting direktorini ko'rdim. Kasting direktoriga biz kasting topshiryapmiz. Dedim, bu yaxshi ekanda kasting direktor bo'la qolamanmi undan ko'ra dedim. Keyin qarasam, rejissyor keldi, klipmeyker keldi, ular aytayapti. Bo'ldi, bolalarda rasmlar, bu bolani chiqarsam, bu bolani chiqarsam, bu bolani chiqarsam. To'xta, nima bunaqa bo'laman, undan ko'ra rejissyor bo'lganim yaxshi ekan dedim. Shunaqa oliy ta'lim muassasasiga topshirdik. Bu sohada o'qiganmisiz yoki kimgadir shogird tushib kino va televideniya radio rejissyorligida o'qigansiz? Juda yaxshi. Qiziqishimiz shu paytgacha ko'p kliplar oldik. Xudoga shukr, misol uchun negativlar bo'ldi, yaxshi bo'ldi boshida. Endi xudoga shukr, endi sekin-sekin. Hozirdachi qanday jarayonlar ketyapti? Biron bir Hozirda syomkasi bo'lyaptimi? Tasvirga olish Bunyodbek jarayonlari. Odilbekov o'rtog'iga tegib ketgan qiz qo'shiqni eshitganmisiz menimcha? Aynan shu akamizni xudo xohlasa yangi bir qo'shiqlari chiqqan, uni aytib qo'ymayman. Yaqin premyera. O'zingiz rejissyor, o'zingiz prodyuser, o'zingiz aktyor. Endi aktyorlikka qiziqishimning sababi nima edi? O'zim vayn oladi, ba'zi vaynerlar ma'lum nima edi? Dramatik rollar bor, misol uchun ayriliq, azob, o'shanaqa narsalarga o'zim qiziqardim. Endi bu inson ichki ro'yxatiga chiqadi-yu. O'shanaqa bitta klipga odam topolmay qoldik. Juda tez olish kerak bo'lib qoldi. O'ynab ko'rdim, qarasam o'zimga yoqdi. Aktyor bo'lsam bo'lar ekan dedim. Qo'limdan kelar ekan-da. Rejissyor bo'laman. Pulni begona qilamanmi? Gonorar o'zimga qoladi. Juda ham yaxshi, albatta. Bir yigitga 40 hunar ham oz deyishadi. Mana Shohruhdek misolda ko'ryapmiz va bilishimizcha, hozirda O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Prezident davlat boshqaruvi akademiyasiga o'qishga qabul qilinibsiz, to'g'rimi? Albatta, endi bu yil kirdik. Allohga shukr, ya'ni to'lov kontraktlar to'lab o'qish jarayonini kutyapmiz. Bu qisqa o'quv kursi hisoblanadi, ya'ni davlat tashkilotlariga, ya'ni rahbarlik lavozimiga tayinlanadi bunda. Endi baribir
insonning hayot saviyasi bo'ladi-ku. Robert Kiyosakining zo'r bir fikri bor. Dunyo 4 xil insonga bo'linadi, 4 xil toifaga, ya'ni yollanma ishchi, tadbirkor, biznesmen, investor. Ya'ni o'zim sohamda tadbirkorlikda ham investor bo'lishni xohlayman. Ya'ni pul tashib qo'yasiz, o'zi kelaveradi. Lekin hayot sifatida oliy ma'lumotli, misol uchun darajalar bo'ldi. O'sha darajadan iloji boricha yuqori cho'qqiga chiqishga harakat qilaman. Juda ham yaxshi. Shu sababdan. Shohruh, bizda kun savoli muxlislarimizga, teletomoshabinlarimizga o'qib eshittiriladi. Hozir sizga ham ushbu savolni bersak, ajab emas, balki to'g'ri javobni toparsiz deb o'ylab turibmiz. Xo'sh, savol shundan iboratki, olimlar qaysi osmon jismini ko'rinadigan hech narsa deb atashgan? Ko'rinadigan hech narsa. Javoblar bormi sizda? Taxminlar. Ko'rinadigan hech narsa. Taxmin muxlislarimizdan kelgan javoblarni bir eshitsakda fikr mulohaza qilib. So'ngida biz muxlislardan kelgan javoblarni qabul qilib boramiz. Dastur so'ngida kim to'g'ri javob yo'llagan bo'lsa e'lon qilamiz. Ungacha siz savol javobingizni ham qabul qilib qo'yamiz, lekin to'g'rimi, noto'g'rimi aytmaymiz hozir baribir. Mayli. Shuncha qo'rqmasdan javobingizni aytishingiz mumkin. Meteoritmi? Meteoritlar. Qabul qilamizmi shu javobni? Mayli, qabul qilib tura qolaylik. Juda shubhali qabul qildingiz lekin. Shohruhning javobi inobatga olib qo'yamiz. Balki to'g'ri javob bergan bo'lsalar, bizni esdalik sovg'amizni olib ketishlari ham mumkin bo'ladi. Xo'p, sovg'a bormi deb o'ylab ko'rayapman. Sovg'amiz ham bor. Yo'q, mayli, javobimiz shunday bo'lib qolsin. Xo'p, galdagi savolimiz shundan iboratki, har bir ijodkor, har bir inson o'z faoliyatini yo'lga qo'yar ekan, kimgadir havas qilib, kimdandir namuna olib, o'z faoliyatini boshlaydi. Ya'ni ustoz sifatida, ko'mir sifatida ko'rishadi. Xo'sh, siz tadbirkorlikda bildik, otangiz yo'l yo'riq ko'rsatganlar, shu oilada o'zi tadbirkorlik yo'lga qo'yilgan, rejissyorlikda-chi, klipmeykerlikda Narimon aka. Narimon aka. Albatta, ustozlik bilan. Aynan qaysi jihatlar sizga ko'proq yoqqan? Endi- Mavzular tanlashdami yoki umuman? Yo'q, mavzu tanlashda emas gap. Gap birinchi navbatda har bittamiz qaysidir soha vakili bo'lgan taqdirimizda ham baribir insonmiz. Insoniy jihatdan ularni salomatliklarini ham olganmiz. Ustoz o'rnida ko'ramiz. Juda ham yaxshi inson. Pozitiv inson, insonlarga energiya bag'ishlaydi. Ya'ni men ham shunaqa pozitiv bo'lishni xohlayman shu sababdan. Shunaqa deb o'ylaysizmi o'zi? Endi hozir Harakatdalar. yo'q. Aynan yaxshi kayfiyat ulashmoqdalar, chunki kayfiyatlardan doim yuzlardan tabassum yog'ilib turibdi. Albatta. Shohruhbek, istaymizmi yo'qmi, baribir tadbirkorlik faoliyatingiz bilan ham gaplashishga majbur bo'lamiz, chunki asosiy sohalaringizdan biri va kredit olish borasida ham o'zingizga yarasha bir nima desam, tajribangiz bor. Bu borada tavsiyalaringiz bo'lsa ham bersangiz. Endi yoshlarimizda hozir ko'p yoshlarimizda mana shunaqangi narsa borda. Bizda maktabda sabab bizda balkim bu to'g'ridir, balkim noto'g'ridir. Ko'pincha yoshlarimizni biz o'zimizni yo'llanmay chiqib taylaymiz. Ya'ni nima? Kimgadir xizmatini qilib beradigan inson, bizda aytiladi, katta bo'lsang kimga nima ishga kirasan? Misol uchun qanaqadir tashkilot rahbari bo'lsan, boshqa deyilmaydi. Yoshlarimizga aytgan bo'lardim, o'zim tengdoshlarimga, do'stlarimga tadbirkorlikka qiziqsin va kredit deganda kredit nima? Bu kredit ma'lum bir vaqt ichida foiz bilan qaytariladigan pul hisoblanadi, qarz hisoblanadi. Endi olishda ko'p yoshlarimiz nima bo'ladi? O'zimiz ham eshitasiz, misol uchun kreditga yugurdim, bermadi yoki misol uchun kreditga mendan balansimdagi mablag' yo'q ekan, misol uchun yoki menda zalogga, ya'ni men o'rtada turish garovga narsam yo'q ekan deyiladi. Endi bitta narsa, kreditda har bittasini mavsumi bo'ladi. Ya'ni misol uchun men oddiy kredit oluvchi inson sifatida aytyapman bu narsani yoki bir bank xodimi sifatida emas, ya'ni ostoy bo'ladi. O'zini mavsumi bor. Ya'ni misol uchun har bitta yoshda siz ma'lum bir miqdordagi yoshdasiz. Ya'ni 20 yoshda 25 yoshgacha, 25 yoshda 30 yoshgacha, 30 yoshda 35 yoshgacha. Aynan shu mavsumlarga o'zi tadbirkorlik qo'llab-quvvatlash bo'yicha prezident farmonlari bo'ladi. Aynan o'sha farmon ustida keyin misol uchun yoshlar yetakchilari bor, mahallaga biriktirilgan. Ular tomonidan tadbirkorlikka o'quv markazlari bor. Aynan o'sha tadbirkorlik o'quv markaziga boradigan bo'lsa, o'shamiz bu har bitta O'zbekiston Respublikasi har bitta tuman shahrida ochilgan bu narsa. 100% bilan kafolatlangan narsa. Ya'ni borasiz, o'qiysiz, qo'lingizga sertifikat beriladi. Ya'ni tadbirkorlik bo'yicha o'quv kursini tugatdi deyiladi. Borasiz, bankdan keyin 30 minggacha bo'lgan imtiyozli kredit olasiz. Uni foizi ham kam bo'ladi. Misol uchun yoshlarimizga aytadigan tadbirkorlik boshlamoqchi bo'ladigan bo'lsa, keyin ko'p yoshlarimiz bor, o'zini qiyin dorga osib qo'yadi. Misol uchun 200 million katta summadagi pullar oladi. Endi tadbirkor desak, krupniroq pul tikaman, krupniroq, ya'ni kattaroq pul tikaman, kattaroq foyda olaman degan o'zlarida tushuncha borda. Unaqa qilish kerak emas. Iloji boricha o'sha o'zini to'lov qobiliyati degan narsa bor. Bankdagilar
tursizni baribir muomala madaniyati degan narsa bor. Ular ham bankdagi xodimlarning psixologida, misol uchun, siz borib bor biznes rejani aytyapsizmi yoki yo'q biznes rejani aytyapsizmi? Unga ham juda ham ular ham bilishadi allaqachon. Albatta, misol uchun e'tibor berishadi. Siz biznes rejani olib boryapsiz-da, keyin bizda hozir juda ham ko'payib ketdi, internetdan biznes rejani olib borishadi. Tayyor. Skajat qilishadi, ya'ni smetalar o'zgartiriladi. Ya'ni nechta nima kerak, misol uchun tovuq fermasi ochmoqchi ekan nimadir kerak yoki biror xizmat ko'rsatish ochmoqchi ekan nimadir kerak, o'shani joylarni o'zgartirib olib boradi. U bankka unaqa biznes rejadan kuniga 100 ta 200 ta boradi. Ular ajratadi, ya'ni hammasini ustavi, ya'ni skeleti bir xil. Shuning uchun har bitta yosh o'zini to'lov qobiliyatidan kelib chiqqan holda, ya'ni o'zini aqli yetgan summada boshlash kerak deb o'ylayman. Kredit muhimi shu. Imtiyozli kredit, ya'ni prezident farmonlarini o'rganib tursa, yoshlarga chiqadiki tadbirkorlar jamg'armasi bor. Aynan o'sha yerda har oyda kerak bo'lsa farmonlar chiqadi, qanaqadir imtiyozlar chiqadi, bolalarga yo'nalishlar chiqadi, misol uchun hunarmandlar jamg'armasi bor. U yerda ham misol uchun yoshlarimizga kredit beriladi. U yerda juda oson kredit olish. Shunchaki yo'l yo'rig'ini topish kerak. Albatta. Shunday imtiyozlardan foydalangansiz. Imtiyozdan foydalan.